Siz ko'rib turganingiz kichkina eshigi bu. Eshigi alohida. Nerjaveka yopishtirishlari. Bu nerjavekani germetikalarimiz. Germetika mana germetika quvurmaydi. Mana yaxshidan germetika. Germetikalar keyin qo'yamiz nerjavekalarni. Mana ruchkalari. Mana kraska sepib bitgan holati. Buni video qilib egasiga tashlaymiz. Undan so'ng keyin o'rnatishga harakat qilamiz. Bu lazeri bor mana. 2 qavatli bu. Tagida primo listi bor, orqasi bilan tekis bo'ladi. Oldida ikkinchi qavati lazer bo'ladi. Bu nerjavekasi, mana nerjavekasi qorasdan o'rnatganmiz. Qorasdan. Mana qorasdan. Nerjavekalarni qorasdan o'rnatib, mana yo'llarda ham lazeri bor. Buni ertaga xudo xolasa to'liqroq videosini qilib, o'rnagan joyda videosini qilib qo'yib berishga harakat qilaman. Siz ko'rib turganingiz bitta qonati. Mana nerjavekani qo'yib, ustiga shpakolovkani idishini qo'yib qo'yganmiz, chunki ko'tarib olmasligi uchun, yaxshiroq qotib olish uchun mana ruchkalari ham nihoyatda baquvvat bo'lgan. Ruchkani ustiga ham nerjaveka qo'yganmiz. Mana ichida stiklavatlari bor, shumka qilingan. Shumka qilingan. Mana ikkinchi qonati. Yo'llari 8 ga 4 bo'lgan. 8 ga 4 force qilib kesilgan mana. Tepa tomonlari ochiq emas, bekov mana. Ko'rib turganingizdek. Mana hattoki kichkina ko'zlariga ham nerjaveka qo'yib chiqqanmiz mana. Ruchkalari, holatlari. Buni kvadrat metrlari 1.400.000, 1.600.000, 1.200.000dan 1.600.000gacha. Mana yondara bu kichkina eshigi alohida. To'rtburchak mana ramkalari bor. Mana yo'llari 10li shivellarda bo'lgan. Uloq-puloq bo'lmagan. Mana orqa tomoni ko'rinishi. Orqa tomon tekis bo'ladi. Listlari 1.8 listi bo'lgan. Bu tahiyasi lazer bo'lgan, lazer. Havo aylanish uchun, ichkari yo'ruqroq bo'lish uchun lazer qilingan. Lazerda ham 5-6 xil gullari bor. Xotirjam tanlashlari mumkin. Agarda o'zlarini yoqqan gul bo'ladigan bo'lsa, yangilik qilib ham beramiz. Mana shivellar. Shivellarda ham uloq yo'q, sharniri. Xo'p, bu akamiz aytdilar, baquvvatroq bo'lsin yana ham dedilar. 3 tadan quvvatdi mana. Bitta, mana 2 ta, mana 3-inchisi. Tagi ham shivellar bo'ldi. Pochimnilik. Bu ham yengil ochilib yopiladi. Xudo xolasa ertaga o'rnatgandan keyin to'liqroq obzor qilib berishga harakat qilaman. Mana pochimnisi. Yo'qolmasligi uchun yoniga smarka qilib qo'yiladi. Agarda o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Agarda o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib, ekran tagida nomerlarimiz bor. Telefon qilishingiz mumkin. Agarda sizga yoqadigan bo'lsa, agar mana shu holatda bo'ladi, darvozani mana ramka holati, ramkadan mana kim zakaz beradigan bo'lsa, ramkasini olib, video qilib egasiga tashlaymiz. Undan so'ng listini bo'lsamiz, ina kraskaga shpakolovkadan chiqqan holatini video qilib Telegram, WhatsAppmi tashab beramiz. Endi uzoq safarda bo'lishadigan bo'lsa, bilib bo'lmaydi. Masalan, Rossiya, Koreya, hamma har xil davlatlarda ishlatdi. Ular kelishga imkon yo'qligi uchun olib borib Telegram orqali tashab beramiz. Keyin qolganini olib borib o'rnatib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Ertaga xudo xolasa buni to'liqroq o'rnagan holatini video qilib qo'yamiz. Xudo xolasa bizni kuzatib boring. Agar videoyimizda xato kamchiligi bo'ladigan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz.